Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Forobiy xalqaro maktabi ijodiy jamoasi Buxoro davlat universitetiga robototexnika sohasi bo'yicha chuqurroq o'rganishlik maqsadida yetib keldi. Umid qilamizki, bugungi videomiz siz uchun juda ham manfaatli bo'ladi va soha haqida yanada chuqurroq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring va albatta bu bizni yanada yaxshiroq ishlashligimizga sabab bo'ladi. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Keling taqildik. Bezovta. Biz mana Forobiy xalqaro maktabidan har bitta soha bo'yicha o'zini yetuk mutaxassislari bilan suhbatlashib, o'sha soha xalqqa nima uchun kerakligini, nima uchun bolalarni o'sha sohaga yo'naltirish kerak ekanligini imkoni boricha ota-onalarga o'rgatib boryapmiz, tushuntirib boryapmiz. Shunga mana bugun siz oldingizga keldik. Xudo xolasa robototexnika bo'yicha misol mana bola 1 yoshidan boshlab to mukammal olimga aylangunga qadar bo'lgan bosqichlar haqida biroz tushuncha olishni xohlaymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana ustozimiz Ergashev Navro'z ko'p yillik tajribaga ega Buxorodagi eng ilg'or robototexniklardan biri. Ustoz, bir o'zingiz haqida qisqacha aytib bersangiz. Ismim Navro'z. Demak, Moskovskiy institut elektron texnikani tugatib kelgandan keyin shu Buxoroga 2019-yil robototexnika o'quv markazini tashkil qilishga niyat qildik. O'sha 2019-yil universitetga kelib, Obidjon Hafizovich yordamida shu universitetga robototexnika birinchi markazini tashkil qildik. 2019-yildan beri shu bolalarni robototexnika yo'nalishiga o'qitib kelyapmiz. Yutuqlarimiz va qilgan ishlar haqida hozir suhbat davomida aytib beraman. Ustoz, bir o'sha kichik yoshli bolalarni qanday o'qitish borasida biroz misol amaliy jarayonlar qanday bo'ladi, o'sha narsalarni ko'rsatib tushuntirib bersangiz. Endi hozir aytib beraman. 2019-yil biz ishni boshlagandan oldin hali metodika tayyor emas edi. Faqat katta bolalarga, 7-sinf bolalarga metodika tayyor edi. Ana birinchi o'quvchimiz Akbar Shoh 4-sinf edi bizga o'qishga kelganiga. O'zi 9-sinf. 5 yildan beri bizga kursga qatnaydi. Endi boshlaganimizda qiyin edi. Bizni moddiy texnik bazamiz sust edi. Yillar davomida biz o'sha o'zimizni O'zbekistondagi bolalarni informatsiyani qabul qilish mohiyatiga bog'lab individual metodika ishlab chiqqanmiz. Metodikamiz yaxshilab o'sha 4 yosh bo'lgan bolalarga ham robototexnikani o'rgatish metodikasini tashkil qilganmiz. Demak, boshiga ochilganimizga 7-sinfdan boshlagan bo'lsak, hozir 4 yoshdan robototexnikaga o'rgatib kelyapmiz. Bu yerga kelamiz. Demak, hozirgi bolalarimiz shu kun endi kursimizga ana bolalarimiz Lego yordamida o'qiyapti. Buni metodikasini biz ishlab chiqmaganmiz. Lego kompaniyasini o'zi beradi. Biz uni shu o'rganib bolalarga o'rgatyapmiz. Lego EV3 platformasi endi Legoni robototexnika yo'nalishi bo'yicha eng mukammal platformasi, lekin hozirda ishlab chiqmayapti. Buni o'rniga Lego Spike chiqdi. Bu bizga misol Qozog'istonda FLL yo'nalishi bor, xalqaro yo'nalish, o'shanga qatnashishga yordam beradi. Rossiyada RRO yo'nalishi bor, Rossiya robototexnika olimpiada, o'shanda qatnashadi bolalarimiz va dunyoda eng katta VRO degan yo'nalish bor, World Robotics Olympiad yo'nalishida ham Legoda qatnashadi. U Lego kompaniyasini o'zi sponsorlik qiladi. Necha yoshdan bolalar shu musobaqalarda? Demak, Rossiyada eng kuchli komandalar hozir robototexnika bo'yicha xalqaro olimpiadada Rossiyada 9 yoshdan boshlaydi. Juda qiyin. 9 yoshar bola agar VRO olimpiadasining reglamentini ochib qaraydigan bo'lsak, bizda misol 15-13 yoshar bola bu algoritmni qila olmaydi.
Rossiyada 9 yoshar bolalar, endi yoshlikdan shu 6-5 yoshdan robototexnika bilan shug'ullanib kelgan bolalar 9 yoshdan o'sha bu yerda algoritmni yozishda ko'p matematik amallar ishlatiladi. 9 yoshar bola hali bu mavzularni o'tmagan, o'sha uchun buni dasturini yoza olmaydi, lekin biz hozir harakatdamiz, o'zimizni yoshlarni shu 1-sinfdan boshlab shu yo'nalishga tayyorlab, xudo xohlasa iyulda bir 3 ta komandani Rossiya robototexnika olimpiadasiga olib bormoqchi biz. Shu yo'nalish bo'yicha va yana 2 ta yo'nalish kelajak injenerlari degan yo'nalishga. Bu qanday ishlaydi bu robot? Demak, robot endi o'zi robototexnika tushunchasi Isaac Asimovni o'sha fantastik kitobidan tushunchasi kelgan. Robot bu har doim shu odamsimon yoki Terminatorda kinosida ko'rgan robot emas, avtonom tizimga, to есть odamsiz qanaqadir zadachani bajaradigan qurilmaga robot deydi. O'z-o'zini boshqaruvchi. Ha, robotlarning juda ko'p turi bor. Barcha sohalarga o'zi robototexnika kirib kelgan. Misol CPU stanok deymiz, числовое программирование устройства, o'sha avtomatik tarzda bu ham bir hisobda robot desak bo'ladi, chunki qaysidir ishni odamsiz avtomat bajaradi. Bu hozir колесный robot, to есть g'ildirakli robot. Biz ko'rgan ana bu robot antropomorf robot yoki gumanoidni robot deydi. Demak, buni xuddi odamga o'xshagan miyasi bor. Miyasini kontroller deydi. Вот, sensorlari bor. Demak, odamda ham sensorlari bor, ko'zlari, quloqlari, teridan qanaqadir issiqlik, sovuqlik va qo'l oyoqlari bu в нашем случае motorlari bor va g'ildiraklari. Demak, tashqaridan kelgan ma'lumotni sensorlar o'qib oladi. Miyada обработка bo'ladi. O'sha tashqaridan kelgan ma'lumotlardan kelib chiqib, miya motorlarga komanda beradi. Yo oldinga harakatlanish kerak, yo orqaga, yo chapga, yo o'ngga. Demak, sensordan keladigan ma'lumotlarni bolalar dasturda o'qib oladi. To есть qanaqadir signallar keladi. Bizni случай analog yoki raqamli signallar keladi. Bolalar dasturlash tili yordamida u signalni o'qib oladi. Demak, qanaqa ma'lumot kelyapti, shu ma'lumotga qarab keyin miyadan motorga komanda beradi. Demak, tezroq harakatlan yoki oldinroq harakat. В данном случае bu robot qora chiziq bo'yicha harakatlanadigan robot. Bu yerda rang datchigi qo'yilgan. Demak, qora va oq shunaqa olimpiadada yo'nalish bor. Robotlar oq polyada qora chiziq bo'yicha harakatlanishi kerak. Demak, Amazonning zavodlarida ham ko'rishimiz mumkin, robotlar o'sha yashiklarni qora chiziq bo'yicha harakatlanadi. Demak, bu pромышленный zavodlarda ham xuddi shunday texnologiya ishlatiladi. Demak, bu sensor qora yoki oqligini o'qiydi. Agar qora chiziqdan chiqsa agar, demak, bitta motori saqlanadi va qora chiziqni o'qtarishni boshlaydi. Buni algoritmini shu bolalarni o'zi yozishi kerak. Shu narsani biz o'rgatamiz. Bundan tashqari endi shu qora chiziqni qiyinlashtirilgan variantlari bor. Qora chiziq u непрерывный bo'ladi, o'rtalarida to'siq qo'yiladi. Demak, to'siqni topib, to'siqdan hatlab o'tib, yana qora chiziqqa qaytib, yana ishini davom ettirish kerak. Yoki arada uzuq-uzuq chiziqlar bor. Demak, bu yerda ham o'sha algoritmlar qiyinlashib ketadi, o'sha bolalarni fikrlashini. Yoki qora chiziq bo'yicha qaysidir to'siqgacha keladi, bolalar bu yerda manipulyator qo'yadi va qanaqadir obyektni bu yerdan olib yana qaytib qayerdir etib qo'yish kerak. Shunaqa zadachalar ham bor. Bu shu непосредственно Lego yo'nalishi bo'yicha Ishlaydimi hozir bu? Так, тут код написан? Код есть? Ну, тогда давайте проверим. Srida deydi, endi dasturlash sridasi har xil bor robototexnikada. Endi bu yosh bolalar uchun grafический dasturlash tili Trick Studio'da ishlaymiz. Bundan tashqari boshqa tillarda ham. Demak, algoritm dastur yozilgan. Shu dastur hozir kompyuterdan proshifka qilinadi mikrokontrollerning miyasiga. Shu dastur bo'yicha bu keyin harakatlanadi. Demak, dasturga keladigan bo'lsak, ikkita shartli operator qo'yilgan. Aytyaptiki, agar shu qoradan datchikdan qora chap tomonda bo'lsa o'ngga qayt, o'ng tomonda bo'lsa chapga qayt deb komanda beryapti. Все, запустил. Вот ana hozir sim yordamida proshifka qildik va polyaga kelamiz. Polyamiz ana oq polyada qora liniya qo'yilgan. Ana bu yerda ko'rib turganimizdek,
qanaqadir obyektlar bo'lishi mumkin va shu obyektlarni robot urmasligi kerak. Har bitta endi bu yerda o'zi obyekt qo'yilmagan, lekin xalqaro olimpiadada shunaqa bo'lishi mumkin. Demak, robot obyektni ursa agar ball olib tashlanadi. Ana bu yerda ham har xil ular bor. Demak, bu polyani Toshkentda xalqaro olimpiadada bu yerda o'sha kolani bankalari turadi. Kolani bankalarini urish mumkin emas. Ana bu to'rtburchaklarda kubiklar turadi va kubikning ustida kola bankalari bor. Robot ana bu yerdan ikkita bankani olib, ana bu yerdagi to'rtburchakning ustiga etib qo'yish kerak edi. Shu yergacha kelganini bilish kerak va shu bankalarni joyini topish kerak. Shu bankalarni olib, yana bera kelib, shu yerdagi joyini bilib ustiga qo'yish kerak. Shu yo'nalish bo'yicha shu 2020-2021 yili esimda yo'q, Astrom akademiyasida konkursda bizani markazimizni bolalari 1 va 3-o'rinni olishdi va o'sha yil Singapurga First Global Challenge yo'nalishiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. O'sha birinchi marta bo'lgani uchun biz o'sha vaqt yutmadik. Adashmasam 12-o'rin yo 32-o'rinni oldik dunyo bo'yicha va keyingi yili Shvetsariyada bo'lganda уже 3-o'rinni oldik. Все, запускай. Robot avtonom qora chiziq bo'yicha harakatlanadi. Demak, bu yo'nalish bolalarga qaysi robot ana shu trekni qisqa vaqt ichida o'tishi kerak. Qaysi robot qisqa vaqtda o'tsa, o'sha robot yutadi. Bu eng oddiy line follower yo'nalishi. Ajoyib. Уже bola shu to'siqqa kelgan payt to'siq bo'lganini topib va to'siqni hatlab o'tish kerak. Bunaqa algoritmlari ham mavjud. Xo'p, demak 2019-yildan ana bu yerga kelib qarasak, 2019-yildan biz o'zimizni metodikamizni ishlab chiqib shu darajaga yetib keldikki, o'zimizni o'quv konstruktorlarini o'ylab topdik. Demak, ana bu loyiha biz o'zimizni markazimizda ishlab chiqilgan innovatsiya vazirligidan ikkita grant yutganmiz. Jami bittasi 584 million, ikkinchisi 723 millionda ana shu platformani ishlab chiqish. Demak, bu nima? Konstruktorga o'xshagan konstruktor, robototexnikani, milliy konstruktor robototexnikani yoshlarimizga o'rgatishga yordam beradi. O'zbek tilida o'quv metodikasi tashkil qilingan. Demak, jami bu yerda 20 ta o'quv konstruktorlari mavjud. 20 ta o'quv konstruktorlari 2 yilga mo'ljallangan bolalarni mukammal robototexnikani sohasida mutaxassis qilishga yordam beradi. Agar aytgan topshiriqlarni bajarsa, sxema texnikani o'rganadi, elektrotexnikani o'rganadi, 3D modellashtirishni o'rganadi, dasturlashni o'rganadi, C++ dasturlash tilida va уже bu sohadan keyin pul ishlash ham o'sha o'quvchi pul ishlasa ham bo'ladi. O'zimizni markazimizni shogirdlarimiz уже daromadga ham chiqqan. Demak, aytib o'tsam, demak loyihalar birin-ketin boshlanadi. Osondan qiyiniga qarab, demak hammasi STEMga asoslangan. Demak, aqlli axlat qutisi. Endi bola yaqin kelsa agar, ana bu sensor bor, o'sha bola kelganini yoki qo'l kelganini, odam kelganini biladi va ochiladi. Vot, axlat tashlagandan keyin nechidir daqiqadan keyin yopilishi kerak. Demak, bu bizaga buzilgan holda keladi, bolalarga yig'iq holda berilmaydi. Buzilgan holda keladi. Bolalar bizni onlayn o'quv platformamiz bor. O'sha yerda buni yig'ish sxemasini payat qilish, ana bu yerda sensor datchiklari bor. Payat qilish sxemasini bolalar ko'rib, o'zi buni ana shu holatga keltiradi. Keyin dasturni yozishni boshlaydi. Ana shu ichida mikrokontroller bor, xuddi Legoga o'xshagan. Buni dasturni yozgandan keyin bu o'sha aytgan topshiriqni bajaradi. Keyin bazaviy dasturni qilgandan keyin biz topshiriq beramiz. Masalan, bu yerda potentsiometr bor. Potentsiometr yordamida buni ishlash uzoqligini o'zgartir yoki chastotasini oshir, kamaytir va shunday topshiriqlar berilgan. Shunaqa loyihalar juda ko'p. Bu drawbot deymiz yoki rasm chizadigan
robot. Roverga o'xshaydimi? Ha, bu ichida ana bunday sxemasini bolalar yig'gandan keyin bunga qanaqadir komanda berilgandan keyin bu rasm chizish kerak. Bu yerga qalam qo'yiladi. Printerni oddiy printerni vazifasini bajaradi. Bu juda qiyin loyiha. Bu yerda bolalar o'sha XY o'qlari yordamida ishlash, bu to есть geometriyani o'rganishadi. Misol uchun oddiy chiziq chizish uchun ikkita nuqta bo'lishi kerak. X1, Y1 va X2, Y2 nuqtalarda ana buni chizish kerak va ana shu koordinatalarda bu qanaqadir trayektoriyani chizishni o'rganishadi. Bu qiyin loyihalarimizdan biri, o'sha uchun почти oxirlarda qo'yilgan. Mana bola qilib bilsa agar juda katta 3D printerlar ham, hozirgi printerlar ham shu sistema bo'yicha dasturlangan. Bola shu loyihada shu 3D printer chizishni o'rganadi. Mana bu muzikalniy shkatulka deymiz loyihaning nomini. Demak, ana bu yerda qora va oq. Demak, bu yerda o'sha dasturlashni tarixini oladigan bo'lsak, ikkilik sanoq sistemasi, kompyuter faqat ikkilik sanoq sistemasini tushunadi, bizni tilimizni tushunmaydi. Bu yerda binarniy kod deydi. O'sha bolalarga binarniy kodni tushuntirish uchun qilingan loyiha. Dolba birmi? Ha, demak bu yerda diskada oq diskada qora liniyalar bo'ladi. Ana bu sensorlar yordamida qora liniyalar shunday qilingan, uni agar to'g'ri chastotada o'qib olinsa, u qanaqadir musiqa beradi. Bolalar shu 0-1 ni o'qib olib, uni musiqaga preobrazovat qilish kerak. To есть ma'lumot turini 0-1 dan notaga o'girish kerak. Shuni o'girib bilsa agar bizga bu qanaqadir musiqa beradi. Shu yerda bolalar dastur qanday tuziladi, kompyuterda dastur qanday ishlaydi, ikkilik sanoq sistemasi nima, binar kod nima va uni qanday bitta ma'lumotni ikkinchi ma'lumotga o'girish turini o'rganadi. Bu bizda encoder qurilmasi. Demak, motor bizda hozir hamma joyda motor bor. Avtomobillarimizda ham motor bor, hamma joyda motor bor. Demak, motorni ishlash prinsipini o'rganadi. Motorni оборотlar sonini, tezligi, qanday buni chastotasini boshqarish va hokazo shu haqida ma'lumotlar beriladi va ana shu datchik yordamida motorning tezligini o'lchab, ana bu sensorga chiqarish, motorning burchakli tezligini o'lchash, motorni оборотlarni sanash haqida ma'lumotlar ketiladi. Bularning barchasi o'zimizda ishlab chiqaryapmiz. Ha, biz o'zimiz ishlab chiqamiz. Buni o'sha maktablarga, institutlarda biz как loyiha qilib sotyapmiz и o'sha institutlarda shu konstruktorlar yordamida o'quv kursini tashkil qilib berishga ham yordam beramiz. To есть o'qituvchilarni o'sha maktab va institutlarni o'qituvchilarini o'qitib beramiz. Misol yangi hayotda deddom ochilganda shundan biz bir komplekt yuborgan edik bolalarga. Bu signalizatsiya qurilmasi oddiy o'zgaruvchanlar bilan ishlashni o'rgatadi. Buni ichida yana GSM modul qo'yilgan. To есть misol uchun ana bu yerda eshikka qaratib qo'yiladi. Konstantalar bilan ishlash va o'zgaruvchanlar bilan ishlashni o'rgatadi. Eshikka qaratib qo'yiladi. Knopka bosilganda shu yerdan eshikkacha bo'lgan masofani o'lchaydi va xotirasiga saqlaydi. Eshik ochilganda bu konstanta o'zgaradi. Konstanta o'zgargandan keyin bu signal berishni boshlaydi. Что eshik ochildi, kimdir nesanksionerli vxод bo'ldi. Bundan tashqari buni ichida soat datchigi bor. Bu o'sha eshik ochilganini soat datchigi akkumulyatordan tashqari ishlaydi. To есть avtonom energiyaga ega. O'sha eshik ochilgan vaqtni aniq bildiradi va ichida yana GSM modul qo'yilgan, SMS ketadi. Kod berilgan, ana shu vaqt, ana shu eshik ochildi deb SMS ketadi. Bu o'zi bu ishni qilmaydi. Buni bola dasturini yozish kerak. Bu o'zidan o'zi bu qurilma qilmaydi. Birinchi bu qurilmani yig'ib, sxemalarni ulab, keyin shu dasturni yozadi. Bizda GSM modullar hozir avtomatlashtirishda ko'p joyda ishlatiladi. Misol uchun internet bo'lmagan joyda, ana cho'lda misol nasos qo'ymoqchi bo'lsak, u nasosni avtomatik yoqib o'chirmoqchi bo'lsak, shu GSM modul qo'yiladi, bitta sim karta qo'yiladi. Nomerga SMS kelgan payt motor yonadi yoki o'chadi. Ana shunaqa bu qurilmalarni hammasini biz o'zimiz ishlab chiqamiz. Bu robotlar Toshkentga borib ish qilib 7 ta o'rin olib kelgan. Eng ko'p o'rinlarni 3 yildan beri faqat Buxoro oladi. Ana o'tgan safar Red Fest Respublika tanlovida
7 ta o'rinni bizning markazimizda o'quvchilar olib kelgan. Bu RoboRace yo'nalishi. Demak, qanaqadir labirint bor, poligon bor. Shu poligonda robot avtonom o'zi yo'lni topib aylanishi kerak. 3 daqiqa ichida qancha ko'p krug aylansa, shu komanda yutadi. Bizani bolalar bu yo'nalishda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olishdi. To есть 1 emas, 2 emas, 3 emas, hamma o'rinlarni bizani bolalar olishdi. Yana bu yerda yana robotlarimiz bor, yutuvlarimiz ko'p. Demak, odamsimon robot. 2 ta ligamiz bor dunyoda. O'zbekiston hali bu ligaga qatnashgani yo'q. RoboCup va FIRA degan ligalar bor. Bu ligalarning maqsadi ilm-fanni rivojlantirish. Demak, o'zi ko'ryapmiz, odamsimon robotlar zavodlarda odamlarning ishini qilyapti. Demak, shu yo'nalishga, ilmga katta e'tibor qaralyapti. RoboCupni asosiy maqsadi 2050-yilda robot chempion bo'lgan komanda bu robot futbol o'ynaydi. Robot chempion bo'lgan komanda chempion odamlarni yutish kerak 2050-yilda. Shunda hozir 60 ta davlat bu yo'nalishga qatnashadi. Bu robotlar arzon emas, o'sha uchun hamma davlat ham qatnasha olmaydi. O'zbekiston hali biror marta qatnashgani yo'q. Bu yo'nalishda opiti ham yo'q. Endi biz harakat qilyapmiz. Bu robot 160 million so'm turadi. Buni ikkita o'quvchimiz Stora va Akbar Shoh Rossiyada o'sha Elsiros sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha qatnashib, shu robotni yutgan. Endi bu robotni hozir biza dasturini yozib, juda qiyin buni yozish. Sun'iy intellekt yordamida dasturlanadi. Bu polniy avtonom. Bu yerda kamerasi bor. Kamera o'zi koptokni topib, o'zi raqibni varatasini topib, o'zi borib o'sha koptokni raqibni varatasiga urish kerak. Juda qiyin dasturlanadi. Bunda 1 yildan beri biz buni dasturlaymiz, hali natija yo'q. Lekin harakat qilyapmiz. Shu yil iyun oyida Braziliyada o'sha RoboCup yo'nalishi bo'yicha olimpiada bo'ladi. Biz shu olimpiadaga qatnashish niyatimiz bor. Endi qatnashib bilamizmi yo'qmi? Endi Alloh ko'rsatadi, ko'ramiz. Xo'p, buni agar misol shu musobaqaga qatnashgandan keyin biror sovrin olgandan keyin narigi 60 ta davlatning ichiga kirsa bo'ladimi? U uchun nima qilish kerak? 60 ta davlatga kirish uchun. Yo'q. Bu olimpiadada istalgan komanda registratsiyadan o'tib qatnashsa bo'ladi. Qatnashishini asosiy muammosi bu robotlarning qimmatligi. Bu bitta robot 160 million so'm turadi. Komandada 3 ta robot kerak kamida. To есть futbolda 3 ga 3 o'yin bo'ladi. Plus Braziliyaga borib kelish uchun har bitta odamga $5000 yo'l kira xarajatlari bor. Qatnashishiga hech kim u bermaydi. Birinchidan qatnashish uchun, buni dasturlash uchun bilim kerak. Ikkinchidan bu robotlar kerak. Yo robotlarni yig'ish kerak. Har bitta motori $50, $150 turadi. Har bitta motori. Bu yerda 14 ta stepin svobodni. Kamerasi 1 million turadi. Bu OpenMV kameraning ichida platasi bor, отдельно. Miyasi bor. Ichida ikkita Raspberry Pi turibdi. Bitta miyada Raspberry Pi turibdi. Bu mikrokompyuter, одноплатный kompyuter deydi va ana bu yerda Raspberry Pi turibdi. Bundan tashqari yana kontroller motorlarni boshqarish uchun turibdi. Bu juda qimmat texnologiya. Endi buni обслуживанияsi ham juda qimmat. Bitta olimpiadaga borganga обязательно motorlari, boshqa jihozlari kuyadi. Keyin buni yana remont qilish kerak. Hozir misol shu robotlar bir kun kelib sun'iy intellekt bilan ishlaydi endi bular, to'g'rimi? Bir kun kelib insonlarni boshqarib qolishligi mumkinmi? O'sha nazariya bor-ku, misol. Ehtimol siz qanday qaraysiz? Endi men bunga qanday desam, hozircha endi kelajakda nima bo'lishini bilmaymiz. Hozircha sun'iy intellekt bu prosta algoritm. Sun'iy intellekt bitta vazifani bajaradi. Unga qo'yilgan bitta vazifani avtonom bajaradi. U prosta algoritm. Keyin misol odamlarni boshqarish uchun, misol qaysidir odam boshqa odamni boshqarish uchun bizda odamlarda his tuyg'u bor. To есть bizda nima deydi, alchnost bor. Shu yolg'on gapirish, hammasi nima uchun bor? Chunki odamda his tuyg'u bor, odamda jajda najivi bor-da.
sun'iy intellekt bu просто programma, bu algoritm. Sun'iy intellektga misol qimmat mashina kerak emas. U просто programma. Sun'iy intellektga yeyish kerak emas. Yaxshi kiyinish kerak emas yoki iPhone 16 u nima demoqchiman? Sun'iy intellekt yoki robotlarga hech qanaqa yerdagi blago kerak emas. O'sha uchun unga odamlarni boshqarish uchun motivatsiya yo'q. Chunki unga his tuyg'u yo'q-da, u просто algoritm. Sun'iy intellekt qachon odamni, endi bu qachon bo'lishini biz bilmaymiz. Hali sun'iy intellekt siz aytgan darajaga yetishi uchun balkim 100 yil, balkim 200 yil bor. Balkim hech qachon bo'lmas. Ha, balkim hech qachon bo'lmas. Sun'iy intellekt odamni boshqarishga bitta nima deydi, masala bo'lishi mumkin, bitta причина bo'lishi mumkin. Qachonki odam sun'iy intellektga xato algoritm yuklaydi. Misol uchun, ana Кто я kinosida, Кто я robot kinosida sun'iy intellektga shunday задача qo'yiladi. Odam xavfsiz bo'lishi kerak, odam zoti. Sun'iy intellekt buni tushunadiki, что odamga xavf tuyg'uribdi. Demak, bu uchun odamlarni izolyatsiya qilish kerak. Odamlar uydan chiqmasligi kerak. Chunki odamni xavf tuyg'uradi. Shunaqa задача turishi mumkin. То есть sun'iy intellektga odamlar xato задача bersa, u xato tushunishi mumkin, xato algoritmlar yordamida odamni boshqarishi mumkin. Lekin sun'iy intellektga odamni boshqarish uchun naf yo'q-da, pul kerak, his yo'q, hech qanaqa jajda najivi yo'q-da. O'sha uchun hali bu narsa yaqin kelajakda bo'lmaydi. Yaqin kelajakda bo'lmaydi, lekin sun'iy intellekt bizni ishimizni osonlashtirishga yordam beradi. Misol, ana shu robotda sun'iy intellekt qo'yilgandan keyin odam qila olmagan yoki xavfli bo'lgan hududlarda yoki ana biz ko'ryapmiz, o'sha avtonom pojarniy mashinalar chiqqan, dronlar chiqqan. O'sha Italiyada, Fransiyada dronlar tog'larda narsa tashiyapti. Mana yaqinda ko'rdik, trassani qurishda dronlar yordamida sement tashyapti, chunki u tog'li hudud avtomobil bilan olib borishga bunday zigzag yo'llar uzayadi, dronlar qisqa masofada o'sha logistikaga расходni kamaytiryapti-da. То есть bizga hozircha yordam beryapti. Bu yo'nalishni biz o'qishimiz kerak, bu o'rganishimiz kerak. Bu texnologiyalar juda qimmat turadi. Bu texnologiyani yaratib sotgan davlat juda katta finansiy foydaga chiqadi. Shuning uchun buni o'rganish kerak, men o'ylayman. Bu texnologiyani rivojlantirib boshqa davlatlarga sotish kerak. Даже oddiy, keling biz robotlarni ishlab chiqish uchun, ana shu robotlarni ishlab chiqish uchun biz qimmat zavod qurishimiz kerak. U zavodni qurish uchun finansирование kerak. Oddiy chipni, oddiy ana shu mikrokontrollerni yoki ana shu chipni chiqarish uchun liniya milliard dollargacha turishi mumkin. Keling, bizda O'zbekistonga buni chiqarish uchun finans bo'lmasa ham, lekin ana bu robotni dasturini ishlab chiqib, misol shu robotni biz boshqa davlatdan sotib olib, buni dasturini ishlab chiqib sotsak ham juda katta daromadga chiqishimiz mumkin. Lekin buni dasturini ishlab chiqish uchun yoshlarimizni shu birinchi sinfdan juda katta bilimlarga prikladnoy fanlarni o'qitishimiz kerak. То есть matematika, fizika, biologiya, ximiya, prikladnoy fanlarni yaxshi bilishimiz kerak. Bu nima usul? Bu robotni shu bolalarimiz tergan. Bu robot o'sha First Tech Challenge yo'nalishiga qatnashadi. Qozog'istonga bolalarimiz borib, demak 5 ta o'quvchimiz Qozog'istonga borib, o'sha Angliyaga yo'llanma olganlar. Xudo xohlasa 80-160 ta davlat o'rtasida O'zbekistonni himoya qiladilar. Bolalarimizga omad tilaymiz. Xudo xohlasa borib natija ko'rsatishlarini. Shu bu robotni bular yig'ib Qozog'istonga borib qatnashib kelgan. Har yili First Global Challenge'da qanaqadir muammo tashlanadi. То есть robototexnika konkurslarida qanaqadir muammo tashlanadi. Misol uchun o'tgan yili havoda vodorodni chiqishi. Konkursda o'sha vodorod chistitsalari koptokcha yoki biror narsa sifatida taxlanadi va shunaqa robot ishlab chiqish kerakki,
shu muammoni yechsin. Bu yil ham qanaqadir muammo qo'yilgan, o'sha muammoni robot yechishi kerak. O'sha qaysi komanda shu muammoni yaxshi yechsa, o'sha komanda yutuqqa erishadi. Endi hammamizga qiziq bo'lgan savol, mana misol 1 yoshli farzandim bor, 3 yoshli, 5 yoshli. Men qaysi biriga qanaqa qilib bu sohaga kirdim? Endi hali ular yozishni, o'qishni bilmaydi. Shu haqida biroz. Demak, boshqa xonamizga o'tamiz. Boshqa xonamizga o'tib, u yerga ham bir bu uголок, mana uголокim. Demak, bizni olgan yutuqlarimiz, sertifikatlarimiz, ana grantlarimiz, chet elga o'sha Rossiyada o'qib kelganlarimiz. Demak, 2020-mi, 2021-yilgami kelgandilar. Davlatimiz rahbari o'sha o'zimizning o'quvchilar bilan biz ham kutib olgandik. Вот. И bu yerda bizning o'quvchilarimizning yutug'i. Demak, последний aytib o'tganday, oxirgi 3 yil davomida biz Toshkentda respublika konkurslarida har doim 1, 2, 3-o'rinlarni olib kelyapmiz. Endi Xudo xohlasa, shu yildan, bundan oldingi yildan boshlab xalqaroga chiqishni boshladik. Demak, bu maktabgacha ta'lim xonamiz. Bu yerda bolalar 1 yoshdan, birinchi sinfdan emas, 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar ta'lim olishadi. Demak, nima qilishadi? O'qishni o'rganadi, matematikani o'rganadi, mantiqiy fikrlashni, tanqidiy fikrlashni o'rganadi. Atrofdagi olam, melkaya va krupnaya motorika deydi, kichik va katta motorika bolalarni, o'sha 1 yoshar bolalarning hali qo'llari, keyin пространство, atrofdagi olamda, do'ysi пространство, вверх, вниз, hali 1 yoshar bola bilmaydi пространствoni. Вот, chap, o'nni bilmaydi. Demak, figuralarni o'rganadi. Demak, пространство bu fazo bo'ladimi o'zbek tilida? Вот, fazodagi figuralar, kvadrat, uchburchak, to'rtburchak, atrofdagi olamni o'rganadi. Hayvonlar, ovoshi, frukt, endi unimiz programmamiz rus tilida. Ana bunaqa mulyajlar o'rganmiz. Buni ranglari, formasi, nima bu? Maksimal darajada real fruktlarga o'xshash mulyajlar olingan, что bolalar ko'rgan payt xato qilmasin. Chunki shaharda hamma bola ham buni ko'rmaydi. Mevalar bor, arbuz, dinya, ranglari, figurasi, formasi hammasi o'rgatiladi bolalarga. Keyin bolalarni o'sha tvorчествосini o'qilish uchun ana bunaqa figuralarimiz bor. Bularni ko'rsatgandan bu qaysi mevaga o'xshaydi yoki nimaga o'xshaydi? Bolalarga o'qiladi. Melki motorikasi uchun buni bunday tiqib ko'rish kerak. Bu figuralarning har xil formaligi bor. Bolalar o'sha tvorчествосini rivojlantirish uchun shug'ullanamiz. Demak, ana bu yerda globusimiz bor, xaritalarimiz bor. 3 yoshar bolalar уже 6 ta qit'a borligini biladi. Globusga qarab globus tushuntiriladi bolalarga oddiy qilib, что bu bizni yashab turgan yer sharimizning kichikroytirilgan varianti. Biz raketaga mindik deymiz. Ana raketaga uchdik balandlikka, ana biz yer sharini ko'ryapmiz deb shuni abstraktli tushuntiriladi. Bolalar o'ynashadi. Hayvonlar haqida ma'lumot beramiz. Bu yerda ham ana hayvonlarga maksimal yaqinlashtirilgan o'yinchoqlarimiz bor. Har darsda qaysidir o'yinchoq, qaysidir mehmon keladi. Shu mehmon haqida aytib beriladi. Mehmon nima yoqtiradi, nima yeydi, qanaqa gapiradi, buni bolalari bor, bolalariga yordam beramiz. Ana shu mehmonimiz keldi, bu mehmonimizning qo'lchalari yo'q, kelinglar bunga bironta ovqat beramiz deb tushuntiriladi bolalarga. 1 yoshdan boshlanadi. Bu yerda juda ko'p o'yinchoqlarimiz bolalarga o'yinchoqlar bilan o'ynash. Misol, kim bu? Kozlik. Bolalarga tushuntiriladi. Kozlik nima yeydi? Kapusta yeydi. Keyinlar kapustani, katta kapustani yeyolmaydi deymiz. Kapustani maydalash kerak. Shu maydalashda bizning o'zimizning упражненияларimiz bor. Bunday bolalar, bu melka motorika, yosh bolalarga juda foydali gimnastika hisoblanadi. Bu yerda hamma o'yinchoqlarimiz mantiq, tanqid. Bu kukunlar nima uchun? Bu manniy kasha. Bolalarga beriladi. Ana bu unimiz ham bor. Bu nima deydi? Laganlarimiz deymizmi? Вот, naxo'yt solib beramiz, to'ldirib beramiz naxo'ytni. 1 yoshar bola ichiga kirib oladi. Как его sensorniy упражнение deydi, o'sha o'zimiz ham yoshlikda ko'chaga chiqib qum o'ynaymiz. To есть biz o'zimizni shunday trik
jonzot как бы chust qilamiz, chunki qum bizga o'sha sensorlarimizni rivojlantiradi. Bolalar shuni ichiga kirib, endi qum olib kelmaymiz. Biz o'sha no'xat, bug'doy, birinch solib beramiz. Bolalar o'sha bilan o'ynaydi, uni ko'taradi, dojlik qiladi, qo'liga surtadi, bolalar shunga o'ynaydi. Bu ham xuddi shunday podnoska beramiz. Manniy kasha, endi qumni o'rniga bolalar chizadi barmog'i bilan. То есть chizishni o'rganadi. 1, 2, 3 quyosh, uycha aytamiz. Uycha chiz, aylanacha chiz. Shu bolalar o'rganadi. Bu kleylarimiz bor, kley qiladi bolalar. Ana bu ham ana o'sha sensorikaga bolalarga massaj qilishga ichida keyin buni ochish kerak обязательно. Ichida kalchochalari bor. Bolalar buni tiqqan payt ham biz o'sha 1 yoshar bola hali gapira olmaydi. U faqat qulog'i bilan eshitadi. Biz prosta bolalarga aytib o'tiramiz. Большой palец deymiz. U tushunmaydi большой palец, lekin eshitadi. Buni har dars 100 marta takrorlagandan keyin u bola уже biladi. Большой palец, demak shu o'qituvchi o'tiribdi, большой deyapti, demak большой palец. Takrorlash bilan 1 yoshar bola shu narsani o'rganadi. Yaxshi massaj qiladi. Juda yoqimli, o'zimizga ham yoqadi bolalar. Yoki ana bunaqa ko'p tokchalarimiz bor. Bular bilan ham biz o'qilamiz. Yana bitta zo'r упражнение yosh bolalar uchun. Ana bunday упражнение juda bolalar uchun foydali. Bu juda yaxshi o'yinchoqlar. Bundan tashqari, uje katta bolalarga muzikalniy. Nima uchun? Bu bolalarga o'sha krupniy, buni aptekada sotib olgan gap o'rganimga. Bundan bering bormi desam, nechta kerak? 5 ta kerak desam, 5 tani nima qilasiz dedi. Bu bolalarga ham melki motorika, bizga oson bu. 1 yoshar, 3 yoshar bolaga suv to'ldiriladi, unga suv to'ldiriladi. Bola bittasidan olib, ikkinchisiga soladi. 1 yoshar, даже 1 yoshar emas, 3 yoshar bola ham buni bosa olmaydi. Bu ham o'sha melki krupniy motorika и пространство. Bu yerdan to'ldirib, bu yerga keyin bolaga yaxshi o'yin bu. Lekin shu o'yinchoqda ko'rinib qoladi. Shu o'yinga ham biz o'zimizga ham yoqadi. Buni to'ldirib, keyin bu yerga bola vроде бы o'ynayapti, lekin o'yin davomida bu nimadirni o'rganyapti. Вот, nimadirni rivojlantiryapti. Bu Вот, juda ko'p o'yinlarimiz bor, hammasi mantiqqa. Вот, ana bu yerda o'sha puzzle. Demak, dunyo nima deydi? Shar. Xaritasi, вот mavzumiz agar misol Aziya, Afrika bo'lsa agar shu puzzle beriladi, bolalar yig'adi. Bu ham 2 yoshar, 3 yoshar bolaga juda qiyin. Вот yig'ish. Вот shunaqa hamma o'yinchoqlarimiz tematikaga bog'liq. То есть buni har dars bermaymiz. Bular nima? Bular magnit. Shu magnit yordamida ham, piramida yasaydimi? Yo'q, endi buni yasolmaydi. Misol oddiy ana bunaqa narsalarni yasaydi. Bu ham darsimizga kelgan paytimiz aytamiz. Misol faqat qizillarni ol, faqat qoralarni ol. Ana bunaqa figuralar bor, to есть bolalar hammasini o'rganishadi. Ajoyib. Вот, ana shu nima uchun bu yo'nalish ham qilindi? Bola qancha tez o'qishni boshlasa, demak, bizni kursimizdan kelib chiqib, biza o'sha opitimizdan, praktikamizdan kelib chiqib 4-5 yoshar bola, agar 1 yoshdan bolaga ilm berishni, tarbiya berishni boshlasak, 1 yoshdan 4-5 yoshga kelib bola o'sha o'qishni o'rganadi. O'qishni, matematikani. Bola qancha barvaqt o'qishni o'rgansa, shuncha barvaqt bola informatsiyani mustaqil qabul qilishga tayyor bo'ladi. Juda ko'p olimlarning исследованияsi bor. Amerikada ham bu narsa. Demak, 80% ilm 3 yoshgacha beriladi. Даже olimlarning kitoblari bor. После 3 уже поздно. 3 dan keyin kech bo'ldi degan kitoblar bor. 80% ilm 3 yoshgacha beriladi. Qolgan 20% ni bola уже hayot davomida mustaqil o'rganib ketadi. Agar biz 3 yoshgacha bolaga to'g'ri tarbiya, to'g'ri ilm bersak agar, qolgan 3 dan keyin ilmni joyini o'zi topib ketadi. Nimani o'rgatsangiz, 3 yoshgacha keyin o'shani o'rganadi. O'zi olib ketadi. Ana hozir biz misol 5-6 yoshgacha bolalarimizga kitob o'qimaymiz yoki o'qitmaymiz yoki
telefon berib qo'yamiz. O telefon haqida bu вообще 3 yoshgacha bolaga na telefon, na televizor berish umuman mumkin emas. Birinchidan 3 yoshgacha bolani zritelniy unisi u bizda kartinkalarni ana bu telefonda yoki televizorda rasmlar juda tez kadrlar almashadi. 3 yoshgacha bo'lgan bolani ko'zi hali bunga o'rganmagan epilepsiya kasalligi shu yerdan kelib chiqadi yoki hozir juda u kelgan sifrovoy autizm kasalligi, yangi kasallik chiqqan. Bu ana shu bolalarga telefon berishdan. Yoki hozir neyropsixologiya yangi chiqqan. Ana shu telefondan 3 yoshgacha na televizor, na telefon bolaga umuman mumkin emas. Bolaga ertaga o'qish kerak, ana bunaqa упражнение qilish kerak. Har xil juda ko'p упражнениялар borda. Hech bo'lmasa nima deydi, ana bunaqa narsalarni olib berib yoki kitoblar olib berib, kitoblarni o'qish kerak. Telefon ni в коем случае. Ana bizda ana bunaqa ularimiz bor. Repka сказкасы, самый знаменитый repka сказкасы, interaktiv. Biz bolalar bilan bu ertakni har bitta bolaga barmoqchasiga kiyiladi bu. Вот пальчиковый сказка, пальчиковый teatr deydi. Har bitta bolaga personaj beriladi. Men ertakni o'qiyman. Вот деtka за бабку deganga o'sha bola kelishi kerak. То есть bolani, 3 yoshar bolani слуховой unisi ham detka deganda san kelishing kerak. Biz kattalarga bu narsa oson, lekin yosh bolalar tushunmaydi. Bolalar ham shu ertakka qatnashadi va bolalarga juda qiziq bo'ladi-da. Ana shunaqa ertaklar qilamiz. Bolalar bilan ham o'sha 1 yoshdan to maktab borgancha shunaqa o'yinlarni o'ynab turish kerak. Na развитие. Birinchidan bu bolaga qiziq, ikkinchidan bu bolani rivojlantiradi. Shu narsani berib, keyin bolalar shu 5 yoshga уже o'qishni o'rgangandan keyin 5 yosh, 4 yoshdan robototexnikani boshlasak bo'ladi bolalarga. Уже 4 yoshdan robototexnikani boshlagan bola, hozir men aytganday 9 yoshga xalqaro olimpiadalarga chiqishga tayyor bo'ladi. Lekin 7, 8, 9 yoshdan boshlagan bola robototexnika bu juda ko'p sohani o'z ichiga olgan. Injener bu kashfiyotchi. Bir narsa kashf qiladi, juda ko'p. Robototexnikani 6 oy, 1 yil, 2 yilga o'rganib bo'lmaydi. Uni o'sha 5-6 yil davomida baza o'rganadi. Keyin o'sha bola shu o'rgangan narsadan kashfiyot qilishni boshlaydi. Hozir robototexnika hozirgi vaqtda hayotimizning barcha sohalariga kirib kelgan. Barcha meditsina deysizmi, o'sha yo'l дорожный sistemasi yoki hozir Xitoyda o'sha iPhone'larni robotlar yig'yapti. Hamma sohalarda bor. Biza o'shani qancha barvaqt boshlasak, shuncha bizga yordam beradi. Juda ham ajoyib bo'ldi. Bunda yana bitta savolimiz ustoz. Mana shu sohada ishlayotgan, endi misol zavodlarda, ishlab chiqarish sohalarida robototexnika bilimi bilan ishlayotgan odamlar bugungi kecha kunduzda qancha daromad qilishadi? Men o'zim aytib o'tganday Moskvada o'qib tugatganman. Meni kursdoshlarim Moskvada o'sha robototexnika IT kompaniyalarida ishlaydi. $10,000 oxirgi ma'lumotim bo'yicha har oy $10,000 oylik oladi. Misol Dima Uskov bor, JetBrains degan kompaniya bor. Hozir dasturchilar, mana quloq solib turgan dasturchilar JetBrains kompaniyasini juda yaxshi biladi. O'sha yerda Java dasturchi bo'ladi. Oxirgi gaplashgan paytimiz где-то $6,000 oylik olardi. Dima kursdoshim Silvestrov, demak Sberbankda ishlaydi. Sberbank Zdarovyada 350,000 rubl, где-то $3,500 bo'ladi, примерно 350,000 rubl oylik olardi. Web dasturchi bo'lib ishlardi. Anton o'rtog'im bor, u ham Sberbankda ishlaydi. O'sha $10,000 oylik oladi. Bu ishdan tashqari yana ular ishlasa ham bo'ladi, Ha, o'zi buni olib qarasangiz, shu Antonni endi biz student bo'lgan paytimiz Antonni bilimiga qo'yilib qolardim. Biz qiynalib o'qigan algoritmlarni, misol uchun qanday desam, yangi fan kelyapti. Misol uchun biz birinchi semestrda C++ dasturlashni o'qidik. Ikkinchi semestrda Java dasturlash tili kelyapti. Biz uchun yangi fanda. Biz qiynalib kitoblarni o'qiyapmiz. Laboratoriyani topshirish uchun, fanni topshirish uchun Anton o'tirib kod yozyapti. Anton, har doim Antonni oldiga o'tiraydim, chunki aqlli bolani yordami kerak.
Anton deydi, sen kod yozyapti, kitob o'qimay kod yozyapti, uyga vazifani bajaryapti. Sen buni qayerdan bilasan? Haman deydi, maktabga bu ishni qilganman. O biz institutda bu narsani o'rganyapmiz, sen maktabda qilganmisan. Keyin bu semestr misol uchun PHP dasturlash tili keladi. Biz yana qiynalayapmiz, kitob o'qiyapmiz, tushunmayapmiz, o'qitishning yangi fan, qiynalayapmiz. Anton o'tirib e'lon qara. Anton, sen buni qayerdan bilasan? Hamma maktabda bu sen maktabda polniy institutni programmasini o'qigan ekaningda. Yoki o'zi aytib beryapti, 5 yoshligida Anton kompyuterga kirgan. 5 yoshligida kompyuter. Men ishonmadim. Men aytdim, Anton, balkim 5-sinfdadirsan. Yo'q deydi, 5 yoshlik edim men deydi. Podvaldan o'sha katta kineskoplik monitorni deydi, sudralab. Men o'sha vaqt ham ishonmadim, lekin shu Antonni bilimiga kelib chiqqanlar rostdan ham 5 yoshligida shunaqa bola tug'ilgan, matematika, dasturlash, o'sha texnologiyalarni juda Antonni ham esimda, misol biz student bo'lgan payt, уже где-то 2-3-kursda biz ish o'qtarishni boshlaganmiz, o'sha dasturlash web kompaniyalariga. Antonni bilimi juda qattiq bo'lsa ham, o'sha studentlik davrida u уже 2000-3000 dollar pul topish darajasiga yetgan, lekin ishlamagan. Faqat o'qigan. Anton, sen уже ishlasang bo'ladi-ku. Yo'q deydi, menga qiziq emas deydi. O'qib, magistraturani tugatib, ilmni olgandan keyin kompaniyalar уже o'zini chaqirishni boshladi Antonni. Apple'ni Angliyadagi kompaniyasi uni chaqirdi. Huawei har oy Anton bilan chaqchaqlamiz. Har oy Huawei kompaniyasi telefon qilib, keling deydi bizga. Bo'shamadingizmi? Bo'shamadingizmi deydi. Вот Londondagi Apple kompaniyasi uni ishga chaqirganga bormagan. Endi bizga menga agar aytishardi, men hamma ishimni tashlab ketardim. Birinchidan patriot, o'zini davlatiga, ikkinchidan birinchi ilm, keyin pul. U ilmni olib bo'lgandan keyin pul uni o'zi topdi. Pul uni kelib o'zi topdi. 25 yoshga kirib, уже Moskvaning sentridan kvartira, uy, mashin, uchastka, hamma narsa tayyor bo'lagan. 22 yoshida magistraturani tugatgan bo'lsa, 25 yoshida уже hamma narsa bor unda. O'sha uchun o'sha ham Antonga qarab havas qilaman. Bizlar ham yoshlar boshiga faqat yosh, vaqti bor. U pulga emas, ilmga intilish kerak. Ana Antonni 10 ming dollar dedik, lekin bu predel emas. O'sha OpenAI, Google kompaniyalarida 15-20 ming dollargacha oylik beradi, lekin bu oylikni olish uchun haqqoniy ilmi juda katta odam bo'lish kerak. Xo'sh, bu yer bizni stanoklar xonamiz. Bularni kesishlargacha shu yerda qilasizmi? Hammasini. O'zimiz bu yog'ochlarni shu yerda kesilganmi? O'sha konstruktorlarimizni, demak, bu yer o'sha stanoklarimiz turgan. Demak, konstruktorlarimizni o'sha korpuslari ana shu stanokda lazerni roverda qiladi. Bu ham o'sha bir robototexnikani bir turi, chunki avtomatlashtirilgan. Buni dasturi, o'sha chizmasi kompyuterda chiziladi va CPU stanokda chiqariladi. Biz polni buni sapr deydi, o'sha kikatda chizib, 3D qilib, hammasini ko'rib, kompyuterda loyiha tuzgandan keyin agar o'xshasa, keyin chiqarishni boshlaymiz. Demak, shu stanokda chiqaradi. Endi o'zimizning robototexnika qurilmalarimizdan tashqari bekor bo'lgan vaqt ana shunaqa har xil suvenirlar ham chiqaramiz. Ana soatni ham o'zimiz ishlab chiqqanmiz, dizaynini ham o'zimiz chizganmiz. Misol kalendarlar misol sotamiz. Ana chinorni salfetnicasi ham biz o'zimiz ishlab chiqamiz, dizaynini ham. Shuni ham bolalar qiladi. Bolalar o'zi chizadi, o'zi lineykalar, buni ham hammasini bolalar o'zi chizadi, o'zi. Mana shuni bitta olay. Bu ham qo'lda qilinganmi? Xuddi shunday. Bu kompyuterda chizilgan, keyin biz ham buni kompyuterda chizib, keyin qo'lda yig'ganmiz. Universitetga ana konkurslar o'tkazgan paytimiz, buni ham dizaynini hammasini o'zimiz, bolalar, prичем bolalar chizadi, bolalar chiqaradi. Shuni chiqarganga maktab o'quvchilar pul ham ishlaydi. Chizib chiqarganga shuni foizini beramiz bolalarga. Qancha mana shu? 34 mingmi? Shuna 40 ming menimcha chiqdi. Bundan 30 ta 40 ta zakaz qilganga shu 1 million 200 примерно berdi. Bolalar shundan bir 600 ming, 500 mingni olgan.
yoki ana yil talabasi. Buni ham o'zimiz dizayn qilib, o'zimiz chiqarganmiz. Hop, hammasini bolalarni o'zi chizadi, o'zi chiqaradi. Hop, biz praktik qo'shilmaymiz. 3D printerda ham 3D model chiziladi va shu korpusni chiqarib beradi. Misol uchun, ana plastmasdan, plastmas o'qlari, ana shaxmat figuralarini kompyuterda chizgandan keyin buni shu 3D printer shu ko'rinishga chiqaradi. O'zi ana xonamizda katta robotimiz ham bor. O'shani ham 3D printerda chiqarganmiz. Ana bu eng oddiysi. Eng oddiy xaritamiz. Xaritamizni bir ancha xili bor. Bu bitta. Bu bo'lsa shu 300 ming, 200 mingga chiqadi. Uzr. Buni chiqarib sotganmiz. Keyin endi bu xonamiz ozgina kir xonamiz, kraska xonamiz. Kraska qiladigan xona. Ana bu yerda 3D xaritamiz tayyor. Buni o'sha sotib olgan odamni puzzle sifatida o'zi yig'adi, ana bunday sxemasi beriladi, tushuntiriladi. Yana bu 3D xaritamiz, bu yarmi. Bu faqat Yevroziya, bu yerda Amerika, buni ana shunday, bu ham zakaz, uje 3D xarita. Buni ham o'zimiz chiqaramiz, o'zimiz qilyapmiz. Zahratunni salfetnitsalari ham kutib o'tiribdi, hali egasi olib ketgani ham. Buni ham hammasini dizaynini o'zimiz qilib bolalarga berganmiz. Sevishganlar kuniga laf qilishlarimizni chiqarganmiz. Ana shu siz aytgan 3D xaritalarni ana pastda qolgan detallari pastda, buni ham o'zimiz chiqaryapmiz. Buni ham o'zi hammasi shu robototexnika ilmdan kelib chiqadi. Hozir bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan narsalardan biri barcha dizaynlarda, barcha ko'plab ofislarda biz shu ko'rinishni ko'ramiz. Men juda ham xursand bo'ldim. Bu narsani ochib kutmagandim. Причем Toshkentdan zakaz qilgandan где-то 1,5-2 millionga arzon bizga chiqadi. Chunki Toshkentda marketing indirilgan, o'tni kallasiday. O'shani marketingi keyin marjasi baland. Biz ko'p nima deydi, pulga o'ch emas biz. Daromadi ham kam. Shu asosiy maqsad, biz daromadimiz o'quv markazini kurs pulidan olyapmiz. Bularni chiqarishdan asosiy maqsad shu yerga kelib ilm olgan bolalar pul daromadga chiqsin. Misol uchun bilyard xonalarni montaj qilganmiz. Bilyard xona Toshkentdan shuni qilishga $2,5 ming oladi. Biz $1,000, $500 taxlab beramiz, asosiy pulni o'quvchilar oladi. Endi misol markaz ham oladi, misol $100 o'shaning ichidan yo $50 oladi. Lekin maqsadimiz shu yerga kelgan yosh bolalar o'qigandan keyin daromadga chiqishni boshlasin, ularga motivatsiya bo'lsin, dalshi o'qishga. Ustoz bitta 4 metrligidan yasab berasiz bizda ofisda. Ana shuni o'zi 3,5 ga 2,5. 2,5 Ana shuni o'zi katta. Bu ham o'zi zakaz, buni ham yig'ib bergandan keyin bemalol chiqarsa. Qancha narsa? Shu 3,5 ming 4 bo'ldi. Lekin Toshkentda shuni o'zi 6 million. Biza 4,5, 3,5. 3D bo'lgani uchun. Bu 3D. Oddiy bo'lsa, arzon. Endi 3D ham ko'rinishi. Bu klient imna shunday dedi-da, rangini ham o'zi tanlagan. Rangini ham keyin bu yerda igolkachalari ham bor. Endi klientning aytishi bo'yicha qaysi davlatga borsa, o'sha davlatni отметка qilib qo'yadi. O'sha uchun asosiy davlat kerak и stolitsasi kerak. Biza demak shuni igolka bilan to'ldirmoqchi-da, ignalar bilan. Maqsad shu. Shuni o'zi Toshkentda 6 million. Biza 3,5-4 millionga chiqarib beryapmiz. Demak, ana bu polya hozir bolalarimiz tayyorlanyapti. Bu ham xalqaro olimpiada, kelajak injenerlari yo'nalishi. Demak, ana bunaqa bu ham o'sha bitta problemani решать qiladi. Ana bu robot ana yasalgan, hali chala. Robotda qisqich. Claw deydimi ingliz tilida. Bo'ladi, zaxvat. Bizni polyamizda 3 ta ana bunaqa turbalar joylashgan. Robot turbalarni olib, qizil ustundan turbalarni olib, yashil ustunga yetib qo'yish kerak. Hammasi bundan qizig'i bu avtonom. То есть pul bilan boshqarilmaydi. Robot o'zi harakatlanib qizil ustunlarni topish kerak. Turbani olgandan keyin yashil ustunni topib yetib qo'yish kerak. Bu yo'nalishni Rossiyada o'sha RROga biz iyul oyida tayyorlanib ketyapmiz. Nasib bo'lsa yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak,
birinchi kun, birinchi etapda trubalar qo'yiladi, random sifatida qo'yiladi. Random sifatida qo'yilgandan keyin 2 soat vaqt beriladi bolalarga. Bolalar 2 soat ichida, misol ko'zi bilan ko'rib, qaysi truba qayerda joylashgan va robotni olib dasturni yozishga ruxsat beriladi. То есть bu muammo emas. Ana bu qora chiziqlar bo'yicha harakatlanib, trubani koordinatasini topib qilsa bo'ladi. Lekin ikkinchi kun, final kunida qur'a tashlanadi. Trubalarni joyi almashgandan keyin dastur yozishga ruxsat berilmaydi. Bu yerda уже organizatorlarni shunga qilgan e'tiborga tepada kamera qo'yilgan. Kamera Sputnik vazifasini bajaradi. То есть real hayotda ham biz Sputnikdan, o'sha Yandexdan, Googledan, Sputnikdan ma'lumotlarni olib, mashinalarga, robotlarga komanda berishimiz mumkin. Demak, bolalar kameradan ma'lumotni o'qib olib, robotga trayektoriyasi haqida ma'lumot berish kerak. Misol, birinchi truba ana bu yerda joylashgan, ikkinchi truba bu yerda joylashgan. Sen birinchi trubani olib, yashilga yet deb komanda berish kerak. Eng qiyin algoritmni tuzaydigan, biz endi qilib bilamizmi yo'qmi bilmaymiz. O'shanga polani yig'ib berdik, bolalar o'zi trenovka qilyapti. Shuni agar qilib bilsa, bu juda katta ilm sohasida katta yutuq. Ustoz, mana bu robotlar hammasi birga musobaqalashadimi yoki yo'q, отдельно. Vaqtga musobaqalashadimi? Qaysi bir robot ko'p? Birinchidan buni full deydi. Endi robototexnika unisida agar maksimal hamma trubani ana bularni urmay, joyidan siljitmay, bu yerda qiyinchilik. Robot ana bu yerda tursa agar, misol truba u yerda bo'lsa agar, robot unay borib, keyin qaytib kelib bu yerdan o'tish kerak. Chunki u yerda yo'l yo'q. Вот, o'sha kamera ochiq va yopiq yo'llarni ham ko'rsatib berishi kerak. Yo'q, robotlar отдельно birinchidan buni full qiladigan komandani o'zi ham. То есть full degani hamma trubani hech qanaqa problemasiz ballarni yo'qotmay maksimal ball olish darajaga qiladigan komandani o'zi ham. Shu komanda bitta, ikkita full qilsa agar, keyin vaqt beriladi. Lekin bitta komanda agar full qilsa, tamom o'sha komanda yutadi. Bu yerda yana organizatorlarni bitta yaxshi jihati, demak, robotlarni o'zimiz qo'lda yig'ishimiz mumkin yoki Lego robotlarni ishlatishimiz mumkin. Aytayaptiki, agar deyapti, ana korpusi taxtadan qilingan, agar korpusini deyapti o'zlaringiz qilsalaringiz 25 ball qo'shib beramiz. Sxemasini ana biz o'zimiz payat qilganmiz, sxemasini. Sxemasini o'zlaringiz qilsalaringiz deyapti, yana 25 ball qo'shib beramiz. То есть tayyor Lego konstruktori yoki tayyor robotlarni sotib olmay, o'zlaringiz taxlasalaringiz deyapti, qo'shimcha ball beriladi. Ana ballonlarni ham o'zimiz taxlaganmiz, buni tokerga, silikonni. То есть hammasiga qo'shimcha ball olishga harakat qilyapmiz, chunki har bitta ball bu yerda juda muhim rol o'ynaydi. Bu o'sha kelajak injenerlarning yo'nalishiga bolalar tayyorlanibdi. Nasib bo'lsa yetamiz. Tak, bu yerga o'sha sinfxonasi. Bu yerda o'sha 1-sinfdan 5-sinfgacha bo'lgan bolalarni o'qitish xonasi. Bu yerda shu Lego yordamida bolalarni o'qitamiz. Bazaviy dasturlash algoritmlari tushuntiriladi va bazaviy injenerlik tushunchalar beriladi. Bu xonada shu yosh bolalar 1-sinf, 5-sinfgacha bo'lgan bolalar o'qishadi. Yana bera bitta, ikkita xonamiz bor. O'zimizni konstruktor yordamida o'sha 7-sinf, 8-sinf, 9-sinfga poluprofessional robototexnika yo'nalishi bilan o'qiydigan xonamiz. Bu yerda o'sha bolalar уже professional, poluprofessional dasturlash tilini o'rganishadi. Ana shu RROga qatnashishga ham bolalarga shu yerga olgan bilimi yordam beradi. Demak, robototexnika bilan IT bir vaqtda o'qitiladi. Robototexnika, bunday qilamiz. IT bu informatsion texnologiya. То есть IT ni ham ichida juda ko'p narsa kiradi. Endi bizni ota-onalar IT deganda ko'pincha dasturlashni tushunadi yoki dizaynni tushunadi. Вот. Demak, agar shu nima deydi, shu tushunchaga oladigan bo'lsak, na samom деле informatsion texnologiya juda katta sohada. Agar bizni ota-onalar tushunaydiganda IT bu dasturlash yoki dizayn, 3D modellashtirish deb tushuncha qilib olsak agar, IT robototexnikaning bitta punkti. То есть robototexnika juda katta narsa, ichida dasturlash ham bor, 3D modellashtirish ham bor, dizayn ham bor. Injenerlik, IT, injenerlik, elektrotexnika, sxematexnika, 3D dasturlash,
juda ko'p narsani ichiga oladi. O'sha dizayn ham, o'sha robotlarni dizaynini qilish ham bu o'sha ITni, robototexnikani bir punkti. Ana shu yana bitta loyihamiz, bu ham basketbolni kolsoni avtomatlashtiryapmiz. Demak, ana bu qurilmani biz yasadik. Biz emas, yana o'quvchilar, studentlar, o'quvchilar yasadi. Bu avtomatik ko'p tok tushganini o'lchab beradi. Ana bu qurilma qo'yiladi ana beri. Bizga avtomatik tarzda ko'p tok tushganini o'lchab beradi va serverga ma'lumotni yuboradi. Bu o'sha basketbol bilan shug'ullanadigan yoshlarga bu bitta domloni proyektlari, ilmiy ishlariga yordam beryapmiz. Bu ham ana bolalarga avtomatlashtirishda bitta primer. Pulni qayerdan topsa bo'ladi. Oddiygina, ko'p qiyin emas, oddiygina shuni ham maktab o'quvchisi qilib biladi. Bitta loyihamizdan biri. Ana bu последний xonamiz. O'sha uchun ana bu yerda kalso turibdi, bu yerda ko'p tok turibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'sh, sxema texnika xonamiz. Bu yerda o'sha 1 yosh bu yerda o'sha 1-sinfdan boshlab to 5-6-sinfgacha bo'lgan bolalar sxema texnika kurslarini o'rganadi. Bu yerda bolalar imенно payat qilish, prinsipialniy sxemalarni o'qish. Buni olib qarasak, ana bu prinsipialniy sxemalar 7-8-sinfni fizikada elektrotexnika punktida o'qitiladi, lekin biz 1-sinfdan boshlab bu narsani o'qitamiz. Bolalar uspешно o'qiydi, rezultatlari ham bor. O'zana bu yerga agar o'z topib bilsam agar prinsipialniy sxemani o'z topib bilsam ko'rsataman. Har doim bitta bardak sifatida ko'rinadi. Rustam bitta prinsipialniy sxema topib bering-ku. Pianinami biror narsami? Xo'sh, bu yerda o'sha payat qilishadi bolalar, har xil sxemalar yig'ishadi. O'sha sxemalar yordamida tranzistor, rezistor, fotorezistor, svetodiod shunaqa tushunchalarni o'rganishadi va loyiha qilishadi. Bolalarga juda yoqadi, chunki har doim bolalarga qo'l bilan ishlash yoqadi. Olib keling. Ana bu o'sha o'quv kursimizni loyihalari. Demak, ana bu platani bolalar o'zi yasashadi. Kompyuterda chizishadi birinchi buni, keyin stanokka beradi, stanok bu doroshkalarni qirqadi. Keyin buni sverlit qilib, ana shunaqa bu pianino. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ishlaydi, o'zi bu bir ikkita simi uzilgan. Bu distinction счетчик deydi. Bu yerda o'sha ikkita integralniy mikrosxema ishlatilgan. Buni ham bolalar ana shuni o'zi chizadi. Keyin buni kislotada eritadi. Ana bu yerda bitta bunimiz ham bor edi. Topsakaga. Ana bu yerda 3 ta plata bor edi qani? 3 ta plata? Pianinoning platalari bor edi. Buni ham bolalar yasashadi va bu o'sha distinction счетчик. Demak, knopka bosilganda tok kondensatorlarni tok bilan to'ldiradi. Knopka qo'yib berilganda kondensatorlar tranzistorga kam tok beradi va bu ishlashni davom etadi. Ishlashni davom etadi to kondensatorlarga tok tugaguncha. Tugaganga keyin o'zi qayerdadir to'xtaydi. То есть randomniy to'xtaydi. Колесо fortuna loyihasi deydi. Bolalarga juda yoqadi. Svechchalar yuguradi xuddi. Tok bir marta beriladi-da bunga. Yo'q, tok pastayna beriladi. Lekin knopka bosilganda ana bu knopka kondensatorlarni to'ldiradi. Tushundim. Kondensator to'lgandan keyin, qo'yib berilgandan keyin bu yerda tok to'xtaydi. Yo'q, bu yerga ketaveradi, lekin bu yerga через bu ketadi. Bu kalit. Kalit bu qachon ochiladi? Qachon bunga tok kelsa ochiladi, bo'lmasa ochilmaydi. Tok kondensatorlardan shunday sxemasi shunday prидумать qilingan. Buni biz prидумать qilmaganmiz, bu oddiy o'sha distinction счетчик ana shu. Bolalarga просто biz shuni tushuntirib beramiz. Sxema qanday ishlashini. Ana bu o'zi 3D printerga o'zimiz chiqargan loyiha, chiqyapti bu loyiha. Demak, odamsimon robot. Buni o'zlaringiz plastmassadan ana bu qo'l oyoqlarini 3D printerga o'zimiz chiqaryapmiz. Buni chizmasini biz chizmaganmiz, bu open source proyekt. O'tirib qo'ydingizlarmi? O'tovlar chiqsa qana keyin turdim qilamiz. Chiqqandan keyin odamsimon robot bo'ladi. Shu примерно bizda bo'ladi. Bunga xudo xohlasa sun'iy intellekt dastur yoziladi. Bu servisli robot.
Demak, erta bu tayyor bo'lgandan keyin markazimizga agar biron kishi kelsa yoki biron ko'rgazmaga borsak, sun'iy intellekt o'qitiladi. Shu markaz, shu ko'rgazma haqida odamlar bilan administrator joyini bosadi. Hozir men sizga qanday tushuntiryapman? Bu gapiradi. O'zi ochiladimi? Ochiladi. Hozir endi agar majburlamasak, motori bor. Вот, ko'zida kameralari bor. To есть biza odamlarni tanitish funksiyalarini yozdirishimiz mumkin. Ichiga sun'iy intellekt qo'yishimiz mumkin. Вот, bironta bank yoki bironta ofis bo'lsa agar, o'sha ofis klientlarini bazaga kiritsak agar, o'sha ofis klientlarini tanishi mumkin. Face ID'ni bunga o'rnatib turib, ha, o'sha danis chiqadi-ku. Kelgan paytda Zafarjon assalomu alaykum deb. Xuddi shunday. Yo universitetni, misol universitetlarning hammasida studentlar bazasi bor, o'qituvchilar bazasi bor. Вот, o'shani integratsiya qilib, bemalol student o'qituvchilarni taniydigan robot qilsa bo'ladi. Buni уже почти 1 yildan beri yig'yapmiz. Вот. Sekin-sekin yig'yapmiz, ishqilib. Bu ham bitta Kapital Amerikaga o'xshab. Aha, bu yerga bitta planshet. Yo'q, hali detali chiqmagan. Buni bitta detali 8-9 soat chiqadi 3D printerda. Bitta detali. Вот, chiqqanini montaj qilib ketyapmiz. Qo'yli oyoqlari chiqadi. Endi oyoq qo'ymaymiz bunga. Bunga koleso qo'yamiz. Kolesный robot bo'ladi. Chunki oyoqni boshqarish juda qiyin. Bu yerda obratniy fizikani, obratniy dinamika ular bor. Bizni hali bilim salohiyatimiz bunga yetmaydi. Xudo xohlasa o'rgangandan keyin shu odamsimon robotlarni asosiy muammosi buni yurg'izish. Obratniy dinamika fizikada bor. Agar pastini katta qilsangiz, robot yiqilmasligi uchun energiya zatratasi katta bo'ladi. Pasti uchburchak sifatida o'sha odamsimon robotda odam ham uchburchak sifatida ketgan. Buni tabiat Alloh shunday yaratganki, dunyoda eng energiya sберегающий mavjudot bu odam. Odamning ana bu yerga paylari bor, yurgan payt o'zi amortizatsiya beradi. Shu yurishiga juda kam energiya sarflanadi. Hozir o'sha biz qilishimiz mumkin. Endi biz emas, o'sha dunyo olimlari qilishi mumkin. Buni yubkani katta qo'yib, oyog'ini katta qilib, yiqilmaydigan, muvozanatni saqlaydigan. Lekin bu yo'nalish, bu o'sha tabiat qonunlariga xato yo'nalish. Bu bizani hech narsaga olib kelmaydi. Bu energiya zatratasiga olib keladi. Hozirgi vaqtda biz bilamiz, energiya tejamkorlik kerak. Odamsimon robot yasash, mana uchburchakka qarab, obratniy dinamika qonunlariga bo'ysunadigan robotlar bular ana shu odamsimon robot. Hozir hamma dunyo, lekin bizni buni dasturini yozishga ozgina ilmimiz yetmaydi. Xudo xohlasa o'qib balkim odamsimon robotdan yasaymiz. O'sha tovushlar bu yoqdan chiqar ekan-a? Kolonka. Bu kolonkani qo'yadigan joy topolmadik, shu yerda. Ha, bu yoqda qo'yib bo'lmasmi? Yo'q, bu yerda joy yo'q. O'sha sig'maydi bu yerda. Bu yerda sig'maydi. Quloqdan gapirar ekanda. Shunday. Ko'zdan eshitadi, quloqdan gapiradi. Zo'r, rasha zo'r. Zato men kutmagandim. Ha, do'ppisini miyasi ochilib qoladi? Ha, miyasi yo'q. Mana. Bundoq qilgan ekan. Men ochiq kutmagandim bizda o'sha bu narsalar yo'lga qo'yilgan. Ha, men savol bermoqchi bo'lganim, buni andozasini sizlar birovga olganmi? Tayyor. Yo'q. Bu tayyor. Inmove kompaniyasi, Angliyaning Inmove kompaniyasi, open source proyekt bu. Buni 3D'sini biz tayyor olganmiz, o'zimiz chizmaganmiz. Chiqaryapmiz. Buni hozir yig'ish ham juda muammo. Buni dasturini yozish. Hozir tepada aytib o'tganday, bunaqa robotlarning andosasini yoki bunaqa robotlarning elektronikasini, bunaqa robotlarning motorini chiqarish uchun juda katta zavodlar kerak, salohiyat kerak. Bu o'sha odamsimon robotlarni asnosini Boston Dynamics kompaniyasi bergan. 76-yildan beri bu odamsimon robotlar. Endi qarang, bitta yangilik qilingandan keyin, asosiy ish bo'lgandan keyin qolganlarga oson bo'ladi-da. Ana hozir misol oling, OpenAI kompaniyasi birinchi bo'lib ChatGPTni prezentatsiya qilgandan keyin hozir butun dunyo hamma joyda ChatGPT. Xitoy ham chiqaryapti, tam Rossiya ham chiqaryapti. To есть bir kishi qilgandan keyin o'sha asnova bor-ku. O'shandan keyin hammaga oson bo'ladi. Buni ham asnovasini o'sha Boston Dynamics bergan. 76-yildan beri dunyoning eng katta olimlari ilm qilib kelyapti.
o'shani Boston Dynamics birinchi o'sha o'zini Atlas robotini chiqargandan keyin o'zi butun dunyo o'sha odamsimon robot chiqarishni boshladi. Ular aslida ilmning asosini o'shalar berdi. Hozir mana shu soha bo'yicha eng kuchli universitet qaysi? Massachusettsmi? Вообще texnologiya IT bo'yicha eng kuchli universitet Massachusetts, u dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bizda-chi O'zbekiston. Bizda dunyoni topiga kiradigan institut. Yo'q, mayli, misol O'zbekiston hududidagi eng yaxshi. Endi Tatudirda, Inha, Tatu, ana u Turin, Politex yaxshi. Lekin dunyoning toplariga hali ancha bor. Kirishga ancha bor. Massachusetts institutini studentlarini diplom ishisi bu innovatsiya. Har bitta studentning qilgan diplom ishi bu innovatsiya. O'sha Google barcha top kompaniyalarni o'sha tashkil qilgan menejerlari Massachusettsga o'qib. O'sha по-моему Microsoftni ham, Google'ni ham kompaniyani o'zi bu soha boshlanish nuqtasi qayerda? Mashinalar ishlab chiqarilgandan robototexnika boshlanib ketganmi yoki undan ham oldinroq bo'lganmi? O'zimga savolni tushunmadim. Qanday mashina? Misol boshlanish nuqtasi bo'ladi-ku, internetni boshlanish nuqtasi. Endi o'sha robototexnikani sohasi aytaman o'sha 70-yillardan boshlangan. O'sha Amerikada endi barcha innovatsiyani bizga Amerika beryapti. Biz o'zi Xitoy zo'r desak ham ana misol uchun kosmosni olaylik. 1400 ta adashmasam последний informatsiya bo'yicha 1400 ta raketa Amerika yuborsa, где-то 200 ta raketa Xitoy yuboribdi. Xitoy ikkinchi o'rinda. Lekin birinchi o'rin bilan ikkinchi o'rinni orasidagi farqi juda katta. Yoki o'sha sun'iy intellekt statyalari, top jurnallari bor, bir 6 ta 7 ta top jurnallari bor. U yerda chiqqan nima deydi? Statya, o'sha statya bu innovatsiya, bu yangilik. Amerika misol 700 ta har yili sun'iy intellekt bo'yicha statya chop etsa agar, Xitoy 100 ta, 200 ta. Bu yerda Rossiya misol Yandex 2023-yilda 4 ta statya chiqardi. Bu ham yomon emas, lekin birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rindagi farqni ko'ryapmiz-da. Barcha o'sha innovatsiya texnologiyani keyin Amerikani top menejerlari o'sha boshqaruv sohalari juda kuchli tizimlashtirilgan. Misol texnologiyadan tashqari ularda o'sha boshqaruv tizimi juda zo'r ishlaydi. Ularni основной patentlari kommersiy patentlar. То есть ular bunaqa просто patent qilmaydi, imенно kommersiy patent. Adashmasam 372 ta kommersiy dunyoda patent. Bu degani shu ana shu yerni ishlab chiqqan kompaniya Amerikaga pul to'laydi. Даже oddiy o'sha dvornik bilamiz, o'sha dvorniklar ham Amerikaga patentlashtirilgan. Dvornik, internet, tam chiplar, hamma narsa, Wi-Fi, hamma narsa Amerika patentlashtirilgan. Siz xohlaysizmi yo'qmi? To'laysiz, to'laysiz. Har bitta sotib olgan narsangizga o'sha mashinning ichida bir endi primerna 70 ta detal shu mashinani sotib oldingizmi, Amerika pul oladi. U innovatsiya, ilmni o'shalar qilgan. Ana shu Boston Dynamics kompaniyasi ham shu robotni ishlab chiqqan payt 70-yildan milliard pul tikilgan olimlarga bezvazratni. Ular ilm qilgan, o'sha ilmni hozir u pul beryapti. Hozir sotishni boshladilar. 2025-yil kelib. To'ngacha faqat pul tikilgan olimlarga. Hech kim bilmaydi bu nauka bo'ladimi yo'qmi? O'sha vaqt hech kim bilmagan, qilib bilarlarmi bular yo'qmi? Shuncha yil o'tib bular shuni kashfiyotni qilgan. Shu bizga talchoq berdi boshqa kompaniyalarga. Hozir самый topoviy robot odamsimon bu Unitree kompaniyasi. $120,000 turadi odamsimon roboti. Уже ko'rgan bo'lsangiz agar kung funi o'rgatyapti. Sun'iy intellekt yordam. Ko'rinishi xuddi odamning o'ziga o'xshaydi. O'shani hozir kung funi o'rgatyaptilar. Ana men kecha yangilik o'qidim. Aprelda Pekinda marafon bo'ladi, 21 kilometrga marafon bo'ladi. Odamlar bilan birga robotlar qatnashishga ruxsat berdilar. O'sha любой kompaniya o'zining robotini keltirishi mumkin. Odam bilan birga robotlar marafonga yuguradi. 21 kilometr robotning batareykasi yetmaydi. Yo batareyka, yo robotni almashtirishga ruxsat berishdilar. Lekin har bitta batareykani almashtirgan payt 10 minut shtrafni uriladi robotga.
yutgan komanda, o'sha yutgan kompaniya yoki komanda 5000 yuan pul oladi va grant, shu ilmini davom ettirishga grantlar ajratiladi. To есть bu ham juda nasib bo'lsa ko'ramiz televizorlardan. Bu ham o'sha ilm fani rivojlanishiga juda katta bir tochka. Endi agar biz ham tayyor bo'lardik, biz ham bitta robotni aytib marafonda qatnashsak juda qiziq. Odamlar bilan robotlar marafonda bellashyapti. Bu misol odamlarni klonlashtirish xavflari qanday? Misol robot orqali klonlashtirish ham bo'ladi-ku? Yo'q, odamlarni klonlashtirish bu genetika, bu robototexnikaga aloqasi. Yo'q, men misol robotni yasab, yuzini nimalardir bu haqda rostiga o'ylaganim yo'q. Yo'q, men ko'rdim-da shu narsani. Xuddi o'sha odamni nima deydi, rezinadan bir maska yasalganda robotga kiydirib qo'yishyapti. Lekin bu haqda hali men o'ylaganim yo'q. Endi buni nima xavfi bor, o'ylaganim yo'q. Bu haqda hech narsa ayta olmayman. Lekin bor, o'zi qilishyapti shuni. Yo'q, endi silikon qilishyapti. Misol odamga ja o'xshagan emas. Lekin ja odamga o'xshamaydi, chunki robotlarni harakati va gapirishi, mimikasi o'sha bildiradi. Ha, hali robotlar ja bizaday bunday u emas, hali bildiradi. Yurishi, harakati. Hozircha bildiradi. Hali bor. Siz aytgan Xitoyda chiqdi. Agar o'sha bo'lsa, o'sha qizlarni bunday robot qilgan, u aktrisalar ular. Ular montaj qilingan, ular makiyaj urilgan, kostyum kiygan. U aktrisalar ular chisti robot emas. Ha, haqiqiy robot emasmi? Hozircha maksimal odamga yaqin robot bu o'sha harakati. Bu o'sha Unitree kompaniyasi. Unitree kompaniyasi B1 yo G1 yo B1 robot edi. U yer Unitree kompaniyasi ikki xil robot ishlab chiqardi. Kuchuksimon robot va odamsimon robot. O'sha qaysidir B edi, qaysidir biri G modeli edi-da. Yo H modeli, H1 modeli bor. Ana o'sha odamsimon o'sha maksimal odamday harakatlanadi. Boshqa robotlar hozircha kompaniyada u darajaga yetgani yo'q. Tushundim. Mazza qildik ustoz. Rahmat sizga. Kattakon rahmat. Yana kimda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirib, bu videoni albatta o'zingiz yaqinlaringizga ulashing. Zero bu sohalar nafaqat bugunimiz, balki ertamiz uchun ham juda ham muhimdir. Ustoz, kattakon rahmat.